Qiziq tomoni shundaki sevgi iztiroblari, oilaviy to'qnashuvlar va ko'z yoshlar ortidan ba'zan odamni eng tez yiqitadigan narsa pul bo'lib chiqadi. Menimcha, so'nggi bor yoxud kechir 2119 qismga o'tganda haqiqiy bo'ron Sodiqning kompaniyasidan boshlanishi mumkin. Bir qarashda kompaniya hali joyida. Eshiklar ochiq, xodimlar ishga kelib ketyapti, chiroqlar yonib turibdi. Lekin shunday joylar bo'ladi. Tashqaridan hammasi butundek ko'rinadi, ichkarida esa devorlar allaqachon dars ketishni boshlagan bo'ladi. Nazokat qo'lga olingani haqidagi xabar tarqalgach, ilgari faqat yo'laklarda, choyxona gaplarida yurgan shubhalar endi haqiqiy qo'rquvga aylanadi. Xodimlar endi maoshimiz shunchaki bir necha kunga kechikyapti, deb o'ylamaydi. Ular bu pullar ancha katta bir firibgarlik ichiga tortilib ketgan bo'lishi mumkinligini sezadi. Menimcha, hozir Sodiq uchun eng xavfli narsa politsiya ham emas, nazokat ham emas. Eng xavflisi ishonchning yo'qolishi. Kompaniya moliyaviy inqirozdan omon chiqishi mumkin. Ammo xodimlar o'z rahbariga ishonmay qo'ysa, hammasi juda mayda joylardan yemirila boshlaydi. Shu paytda yordamchi bir umid uchqunini olib keladi. Agar pul to'liq xorijiy banklarga o'tib ketmagan bo'lsa, uning bir qismini qaytarish imkoniyati bor. Bir qaraganda bu yaxshi xabar. Lekin qanchalik o'ylasam, shunchalik xavfli tuyuladi. Chunki katta mablag'ni tizimdan chiqarib yuborish hammaning qo'lidan keladigan ish emas. Demak, kompaniya ichida bu ishga yo'l ochib bergan kimdir bor. Ana shu yerda voqeaning rangi o'zgara boshlaydi. Endi faqat nazokatni qidirish bilan ish bitmaydi. Odamlarning nigohi kompaniyaning ichkarisiga buriladi. Kim hujjatlarga imzo qo'ygan? Kim ogohlantirishlarni ko'rmagandek o'tgan? Kim galati belgilarni sezib turib jim qolgan? Balki Sodiq eng ko'p ishongan odamning o'zi uni eng og'ir yiqitgan odamdir. Keyin esa yangi bir odam paydo bo'lishi mumkin, eski aksiyador yoki avval kompaniyadan ketgan sobiq boshqaruvchi. U yordam berish uchun kelmaydi. U endi jim turishga kuchi yetmagani uchun keladi. Keskin suhbat ichida o'sha odam Sodiq eshitishni istamaydigan eng og'ir gapni aytishi mumkin. U nazokat haqida ancha oldin ogohlantirgan. Bir marta emas, bir necha marta, lekin Sodiq uni chetga surgan. O'sha paytdagi havo, menimcha, aldanganini bilgan lahzadan ham og'irroq bo'ladi. Chunki bu odam o'z boshiga tushgan falokatni faqat boshqalar yasamaganini anglaydigan on ba'zi eshiklar tashqaridan buzib ochilmaydi. Ular ichkaridan ochib qo'yiladi. Meni eng qiziqtiradigan narsa Sodiqning javobi. U jahli chiqib baqiradimi? Rad etadimi? Yoki birinchi marta sodir bo'layotgan hamma narsada o'zining ham javobgarligi borligini tan oladimi? Chunki yaxshilab qaralsa, nazokat faqat o'sha eshikdan kirib kelgan odam. Kalitni esa Sodiqning o'zi bergan, lekin kompaniyada pushaymonlik uchun vaqt yo'q. Rahbariyat ichkarida kim haq, kim nohaq deb tortishayotgan paytda xodimlar tashqarida to'plana boshlaydi. Avval bir necha kishi, keyin yana bir necha kishi. So'ng katta bir guruh Sodiq bilan bevosita uchrashishni talab qilib keladi. Ularni nazokat bilan Sodiq o'rtasidagi sirlar qiziqtirmaydi. Kim kimga xiyonat qilgani ham qiziqtirmaydi. Ular faqat bitta juda oddiy narsani bilishni xohlaydi. Maoshlarni qachon olishadi? Ana shu paytda, menimcha, Sodiq serial boshidan beri eng katta sinovga duch keladi. Xiyonatga uchragan erkak sifatida emas, firibgarlik qurboni sifatida ham emas, rahbar sifatida. Agar u butun kuchini nazokatni ta'qib qilishga sarflasa, pul qaytmasdan oldin kompaniya qulab tushishi mumkin.
Lekin agar u avval kompaniyani qutqarishga urin, bu ish ortida turgan odamlar izlarini yo'qotishga ulgurishi mumkin. Bir tanlov shaxsiy obro'ni himoya qilish, ikkinchi tanlov shu kompaniya bilan kun ko'rayotgan yuzlab odamlarni himoya qilish. Ba'zan eng qiyini to'g'ri yoki noto'g'rini tanlash emas, eng qiyini birinchi bo'lib kim zarar ko'rishini tanlash. Menimcha, bu qismning oxiri baqiriq yoki janjal bilan yopilmaydi. U sodiqning o'z xodimlari oldida turgan manzarasi bilan tugashi mumkin. U birinchi marta qudratli xo'jayin emas, balki o'zi qilgan qarorlarning oqibatini ko'tarishga majbur bo'lgan odamdek ko'rinadi. Uning ortida tebranib turgan kompaniya bor. Oldida javob kutayotgan odamlar bor va qayerdadir nazokatning soyasi bu jangdan hali butunlay yo'qolmagan. Sodiq kompaniyasining tashqarisida odamlar javob talab qila boshlagan bir paytda, men yana oilaning boshqa bir sokin burchagini o'ylayman. U yerda hech kim baqirmaydi, hech kim pul talab qilmaydi, hech kim xiyonat haqida gapirmaydi. Lekin bitta bosh aylanishining o'zi ham butun uy ahlining rangini o'zgartirishga yetadi. Ba'zan filmga yana bir katta zarba kerak bo'lmaydi. U faqat bir ayolning qo'lini qorniga qo'yib, bir necha soniya jim turishini ko'rsatadi. Tomoshabin esa xavotirni o'zi his qiladi. Noima uchun dastlabki belgilar juda yumshoq ko'rinadi. U olchaga boshqorongi bo'ladi. Holsizlanadi, o'rnidan tursa boshi aylanadi, ko'ngli tinmay ayniydi. Qaynonasi buni ko'rib yuzidan quvonch yog'iladi. U yugurib do'konga chiqadi, mayda-chuydasigacha parvarish qiladi, gaplari ham birdan muloyimlashib qoladi. Ko'p tanbeh eshitilgan bir uyda bola haqidagi umid havoni juda tez iliqlashtirishi mumkin, lekin aynan shuning uchun u odamni yanada ko'proq qo'rqitadi. Menimcha, Noima faqat kasal bo'lib qolishdan qo'rqmayapti. U butun oilani umidlantirib, keyin hafsalasini pir qilishdan qo'rqadi. Qaynonasi juda erta quvonib yuborganidan qo'rqadi. Farhod bu xabarni eshitib, yana xuddi band kun ichidagi oddiy bir gapdek yuzaki qabul qilishidan qo'rqadi. Ba'zi ayollar charchaganida ham hammasini aytolmaydi. Chunki zaif ko'rinishdan qo'rqadi. Lekin odam qancha chidashga urinmasin, tana baribir bir kuni uning o'rniga gapirib yuboradi. Shifokor kelib, hali juda erta, aniq aytish qiyin desa, uydagi quvonch birdan havoda osilib qoladi. Hech kim endi xursand bo'lishni davom ettirsinmi yoki xavotirlansinmi bilmaydi. Qaynona tabassumni ushlab turishga urinadi, lekin nigohi sekin cho'kadi. Noima esa yanada jim bo'lib qoladi. Bu sukunat uning aytadigan gapi yo'qligidan emas, u o'z tanasini tinglayotganidan, galati holsizlikni, notinch yurak urishini eshitib, hammasi odamlar o'ylaganchalik oddiymi, deb ichida o'zidan so'rayotganidan. Aynan shu yerda Farhod haqiqiy sinovga qo'yiladi. Bu sinov katta qasamyodlar yoki qimmat sovg'alar bilan emas. Juda oddiy narsa bilan. U xotinning holsizlanib borayotganini payqaydimi? Agar Farhod hali ham Noima shunchaki biroz charchagan, biroz oshirib yuboryapti, dam olsa o'tib ketadi deb o'ylasa, ular orasidagi masofa juda aniq ko'rinadi. Bu masofa xonalar orasida emas, uzoq vaqtdan beri yigilib kelgan beparvolik ichida yotadi. Lekin agar Farhod o'zgarsa, bu sahna uning obrazini ancha iliqlashtirib yuborishi mumkin. Kishi ba'zan juda chiroyli gap aytishi shart emas. U chinakam xavotirga tushsa, xotinni rostakam tutib qolsa, shifokorga qo'ng'iroq qilayotganda ovozi titrasa, tomoshabin uning hali ham sevishini tushunadi. Balki u faqat oldinroq qo'polroq, no'noqroq bo'lgan yoki boshqalar o'z o'grigini o'zi ko'taraveradi deb o'rganib qolgan, eng tarang burilish kutilmaganda kelishi mumkin.
Noima o'rnidan turishga urinadi, qaynona unga suv uzatadi. Farhod esa hali ham balki shunchaki charchagandir degandek turadi va shu payt u gandiraklab ketadi. Hammasi bir necha soniyada bo'ladi. Uning qo'li stul suyanchigidan sirgaladi, stakan yerga tushadi, sinayotgan shisha ovozi butun uyni jim qiladi. Farhod yugurib yetib kelganida esa Noima uning qo'lida hushidan ketgan bo'ladi. O'sha lahza shovqinli dramalardan butunlay boshqacha bo'ladi. Hech kimni ayblashi shart emas. Farhodning oqarib ketgan yuziyoq u endi nimani yo'qotishi mumkinligini anglaganini aytib turadi. Qaynona ham homiladormi yoki yo'qmi degan oylarni unutadi. Uning ichida faqat juda oddiy, juda insoniy bir qo'rquv qoladi. Ko'z oldidagi kelini rostdan ham holsizlanib boryapti. Menimcha, shifokor Noimada faqat homiladorlik ehtimoli emas, uzoq davom etgan stress sabab tanasi ancha charchaganini ham sezishi mumkin. Kamqonlik, past bosim, tartibsiz ovqatlanish, uydagi bosim bu mayda narsalar yigilib katta yiqilishga aylanishi mumkin. Mana shu joyda film juda hayotiy gapni aytishi mumkin. Hamma yara ham tashqariga qon bo'lib chiqmaydi. Ba'zi odamlar jim holdan toyadi, yiqilganida esa butun uy birdan seskanib ketadi. Shu hushdan ketishdan keyin Farhod endi chetda turolmaydi. U bu nikoh ichida qanday yashaganiga qarashi kerak bo'ladi. Noima necha marta charchaganu u sezmagan. Necha marta unga bir ogiz mehrli savol kerak bo'lganu javob o'rniga befarqlik olgan. Agar rostdan ham bola bo'lsa, u ota bo'lishga yetarlicha ulgaydimi? Axir ba'zan yaxshi er bo'lishning o'zini ham oxirigacha uddalay olmagandek ko'rinadi-ku. Qaynona ham qarashini o'zgartiradi. Nevara haqidagi quvonch hali ham ichida qolishi mumkin, lekin u Noimaning sog'ligidan kattaroq bo'la olmaydi. U kelinini yaxshi ko'rish, faqat u xohlagan narsani olib berish, kasal bo'lsa parvarishlash emasligini tushunadi. Ba'zan mehr zaiflashib turgan ayolning yelkasiga butun oilaning umidini ortib qo'ymaslikdir. Bu qism Farhodning klinika eshigi oldida o'tirgan holati bilan yopilsa, juda ta'sirli bo'lardi. Uning ikki qo'li qattiq qisilgan, ko'ylagida haligi singan stakandan sachragan suv izi qolgan. U endi ko'p gapirmaydi. Faqat yopiq eshikka tikilib turadi va ilk bor tushunadi. Beparvolik ham sevgan odamingni oyoqda turolmaydigan darajada charchatishi mumkin. O'sha eshik ortida esa Noima jim yotadi va butun oilani juda haqiqiy bir xavotir ichiga olib kiradi. Noima haqidagi juda haqiqiy xavotirdan keyin voqea yana boshqa bir xonaga qaytadi. Bu yerda og'riq kasalxona karavotida emas, hali boshlanib ulgurmagan nikoh marosimining o'rtasida turibdi. U yerda hech kim hushidan ketmaydi, sinayotgan stakan ovozi yo'q, shifokor ham yugurib kirmaydi, lekin Saidning bitta gapi hammani qotirib qo'yishga yetadi. Chunki bu gap juda sokin, juda odobli, shu bilan birga juda noaniq. Menimcha, Said o'zini haqorat qilingandek his qilib, darrov chiqib ketmaydi. Agar u jahli chiqib ketib qolsa, hammasini hal qilish osonroq bo'lardi. Lekin u joyida turib, Dildoraga qarasa va bola haqida bilsa ham unga uylanishni xohlashini aytsa, xona havosi birdan o'zgaradi. Jarohat olgan, lekin ketib qolmagan erkak odamlarni unga boshqacha qarashga majbur qiladi. Aynan shu paytda Afzal juda qiyin holatga tushadi. U kechikib keldi, sevgisi, pushaymoni va mas'uliyati bilan. Said esa u yerda zarar ko'rgan, lekin baribir odobini saqlagan odamdek turibdi. Dildoraning otasi ko'zida bu sokinlik osonlik bilan yaxshi fazilatga aylanadi. Afzalning kechikib kelgani esa kechirilishga arziydimi yo'qmi, noma'lum bo'lgan xato kabi ko'rinadi. Dildoraning otasi ikkilanib qolishi mumkin.
U qizini sevmagani uchun emas, aksincha, uning yana qiynalishidan qo'rqqani uchun. Uning ko'zida Said ayni paytda xavfsizroq ko'rinadi, shovqin qilmaydi, qizini o'g'ritgan o'tmishi yo'q, Dildorani yolg'iz yig'latgan kunlari yo'q. Otalarning qo'rquvi ba'zan ularni tinchroq bandargohni tanlashga undaydi, hatto o'sha bandargohda muhabbat bor-yo'qligi aniq bo'lmasa ham, lekin Nargiz hammasi joyida degan ko'rinishga chiday olmaydi. U shu xonada turib, opasi qanday qilib or-nomus, mas'uliyat va achinish o'rtasida taroziga qo'yilayotganini ko'radi. Agar u Dildora Saidni sevmasligini ochiq aytsa, bu shunchaki yosh qizning qarshiligi bo'lmaydi. Bu, juda ravshan haqiqat ustiga tortilgan muloyim pardani kesib tashlaydigan zarba bo'ladi. Aslida, sevgisiz nikoh erkak men baribir qabul qilaman degani uchun ozozdan yaxshi narsaga aylanib qolmaydi. Bunday qabul qilish tashqaridan qaraganda odamni ta'sirlantirishi mumkin, lekin Dildora uchun u yumshoq qafasga aylanishi ham mumkin. Hech kim uni urmaydi, hech kim qo'pol so'z bilan majburlamaydi, lekin hamma unga shunday qaraydi. Go'yo rad etsa, u noshukr odam bo'lib qoladigandek. Menimcha, shu yerda Said yanada murakkabroq ko'rinadi. Balki u rostdan Dildorani gap-so'zlardan himoya qilmoqchidir. Balki esa u o'zini ortiqcha odam holatiga tushib qolgani uchun obro'sini saqlab qolmoqchidir. Bag'rikenglik bilan o'zini oqlash istagi orasidagi chiziq ba'zan juda ingichka bo'ladi. Tomoshabin uning rostdan sevayotganini yoki hammaning oldida Afzalga yutqazishni istamayotganini o'zi sezishga majbur bo'ladi. Afzal esa bu paytda tortishib, Dildorani o'z tomoniga sudray olmaydi. Agar u shunday qilsa, yanada xudbin ko'rinadi. Agar jim tursa, uni yo'qotishi mumkin. Shuning uchun uning qo'lidan keladigan yagona ish joyida turib, Dildoraning o'zi gapirishiga imkon berish. Bu o'z men-ini har qarorga aralashtirishga o'rgangan odam uchun eng og'ir dars, ba'zan sevish, boshqa odam o'rniga qaror qilmaslikdir. Shundan keyin Dildora o'sha xonadagi barcha erkaklarning soyasidan chiqib kelishi kerak. Otasiga itoat qiladigan yaxshi qiz sifatida emas. Afzalga yugurib boradigan ko'ngli bosh ayol sifatida emas. Saidning yaxshiligini majburan qabul qiladigan kelin sifatida ham emas. U faqat o'zi bo'lib turadi. Bo'lajak ona, bolasining hayoti yolg'on ustida boshlanishini istamaydigan ayol. Agar Dildora o'zi nikohni bekor qilayotganini aytsa, bu juda kuchli sahna bo'ladi. U baqirishi shart emas. Faqat ovozi titrab, lekin aniq aytishi yetadi. U bu nikohga kira olmaydi, chunki yuragi u yerda emas. Bu gap otasini o'g'ritadi, Saidni karaxt qiladi, Afzalni jim qoldiradi, lekin shu bilan birga birinchi marta Dildoraga o'z hayotini tanlash huquqini qaytaradi. Menimcha, bu gapdan keyin xona darrov portlab ketmaydi. Avval jimlik cho'kadi. Har kim aytmoqchi bo'lgan gapini ichiga yutishga majbur bo'ladigan jimlik. Dildoraning otasi o'ziga qarshi chiqilgandek his qilishi mumkin. Saidning sha'ni o'g'rishi mumkin. Afzal esa bir vaqtning o'zida yengil tortib, uyalishi mumkin, chunki u Dildora nikohni unga yugurib borish uchun emas, noto'g'ri narsadan chiqib ketish uchun to'xtatganini tushunadi. Nargiz esa boshqalarning ishiga aralashdi deb ko'rilgan qiz. Ehtimol birinchi bo'lib chuqur nafas oladi. Chunki u opasi nihoyat o'z ovozi bilan o'zini qutqarganini tushunadi. Dildora keyin Afzalni tanlaydimi yoki yolg'iz turishda davom etadimi, buni hech kim bilmaydi. Ammo u to'xtang degan lahzada qornidagi bola kattalar tayyorlab qo'ygan sahna ichiga joylashtirilmaydi. Baxtga eshik hali ochilgani yo'q.
Lekin hech bo'lmasa, u yolg'on oldida yopildi. Songi bor yoxud kechir 2119 qism oldindan korish qismini yaxlit eslasak, menimcha, bu endi kim haq, kim nohaq degan oddiy gap emas. Bu qism qahramonlarni o'zlari ilgari yengil ko'rgan qarorlarning oqibati bilan yuzma-yuz qoldiradi. Sodiq ishonch dars ketgani uchun kompaniyasi chayqala boshlaganini ko'radi. Noima uzoq vaqt chidab kelgan tanasi sabab yiqiladi. Dildora esa nihoyat hech kim uning o'rniga aytishga haqli bo'lmagan gapni o'zi aytadi. Sodiq hikoyasida meni eng ko'p o'ylantiradigan narsa faqat nazokatning firibgarligi sabab pul yo'qolib ketgani emas. Bundan ham xavflirog'i, butun kompaniya ishonchini yo'qota boshlaydi. Xodimlarga uzun tushuntirishlar kerak emas. Ular faqat oyliklari qayerda, oilalarining ertangi kuni nima bo'ladi, shuni bilishni xohlaydi. Rahbar shaxsiy hissiyotlari sabab katta xatoga yo'l ochib bersa, narxini faqat uning o'zi emas, ko'plab begunoh odamlar ham to'laydi. Endi Sodiq nimani tanlaydi? O'z obro'sini saqlashnimi, xiyonat qilganlarni oxirigacha quvishni yoki kompaniya va xodimlarni birinchi o'ringa qo'yishni? Bu savolga javob berish oson emas. Chunki hayotda ba'zan bitta noto'g'ri qaror faqat o'zingni og'ritmaydi, boshqalarning tayanchini ham sindirib yuboradi. Bu yerdagi saboq juda aniq, ishda ham, oilada ham ishonch eng katta boylik. Pulni yana topish mumkin, lekin ishonch yo'qolsa, uni qayta yamash uchun juda ko'p vaqt kerak bo'ladi. Noima hikoyasiga o'tsak, bu yerda ritm yumshoqroq, lekin og'irlik kamaymaydi. Olchaga boshqorongi bo'lish, bosh aylanishi, ko'ngil aynishi avvaliga butun uyga umid beradi. Ammo shifokor hali aniq aytolmaydi, Noimaning sog'ligi esa zaiflashayotgani bilinadi. Uning hushidan ketishi og'riqli bir eslatma bo'lishi mumkin. Oilada ba'zi odamlar anchadan beri charchagan bo'ladi, lekin ular jim turgani uchun biz ularni yaxshi deb o'ylaymiz. Farhod ham shu paytda o'ziga qaraydigan oynaning oldiga qo'yiladi. U xotinini rostdan ko'ryaptimi yoki hammasi o'z-o'zidan o'tib ketadi deb o'rganib qolganmi? Erkak kishi har doim chiroyli gaplar aytishi shart emas. Lekin yonidagi ayol holdan toyayotganda yonida bo'lishi kerak. Bu hikoyadan tomoshabinlar ham juda hayotiy bir xulosa chiqarishi mumkin. Yaqin insoningiz yiqilib tushishini kutib, keyin e'tibor bermang. Ba'zan o'z vaqtida aytilgan kichkina hol-ahvol so'rash ham ko'p og'riqning oldini oladi, keyin esa Dildora bor. Menimcha, eng kuchli hissiy nuqta aynan shu. Said bola haqida bilsa ham unga uylanishni xohlaydi, bu esa otasini ikkilanib qoldiradi. Afzal kechikib kelgan, zaif holatda turibdi, tortishib ololmaydi. Nargiz esa soxta xotirjamlikni buzishga jur'at qiladi va hamma chetlab o'tayotgan gapni aytadi. Dildora Saidni sevmaydi. Sevgi bo'lmagan nikoh, hatto muloyimlik bilan o'ralgan bo'lsa ham qafasga aylanishi mumkin. Eng qadrli joy shuki, Dildora endi hech kimga o'z o'rniga qaror qilishga yo'l bermaydi. U nikohni Afzal tomon yugurish uchun emas, bolasining hayoti yolg'on ustida boshlanmasligi uchun bekor qiladi. Bu juda chuqur saboq beradi. Ba'zan jasorat darhol sevgan odamingni tanlash emas, balki noto'g'ri ekanini bilgan narsani rad eta olishdir. O'z hayotingni tanlash huquqi qo'rquv, nomus yoki boshqalarning bosimiga topshirilmasligi kerak. Shuncha voqeadan keyin sizda qanday his qoldi? Sodiqga ko'proq achindingizmi yoki uni haddan tashqari korkorona ishongani uchun ayblaysizmi? Farhod Noimaning hushidan ketishidan keyin rostdan o'zgaradimi deb o'ylaysizmi? Dildoraning nikohni to'xtatish qarorini qo'llab-quvvatlaysizmi?
Hatto oldinda hali hech narsa aniq bo'lmasa ham, fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Men har bir qarashni eshitishni xohlayman. Agar bu tahlil sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni, do'stlaringiz bilan ulashishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. So'nggi bor yoxud kechir 2 ning keyingi voqealarini birga kutamiz. Oxirigacha tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Keyingi qismda ko'rishguncha, chunki bugungi tanlovlar endi haqiqiy oqibatlarni ko'rsata boshlaydi.